bugun ko'pchilikni qiynayotgan eng muhim savolga aniq javob beraman. Yangi to'lovlar, ya'ni M-Kun million so'm, Oltin million so'm va 300 ming so'mlik pullar kimlarga tegishli? Qanday tartibda beriladi? Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgardi va eng asosiysi, keyingi to'lovlar qachon bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki birgina ariza, birgina hujjat yoki birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam pulini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men sizga bu mavzuni oddiy xalq tushunadigan tilda, lekin mutaxassis sifatida tartib bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida aynan nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va kimlar umuman xavotir olmasligi kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar kechikib emas, vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avval odamlar ijtimoiy to'lovlar, yordam pullari yoki kompensatsiyalar haqida asosan mahalla orqali, tanish-bilish orqali yoki og'zaki gaplar orqali xabar topardi. Kimdir falonchiga 20 million tushibdi. Kimdir falon oilaga 3 million berishibdi. Yana kimdir 300 ming hammaga berilarkan deb aytadi. Shundan keyin odamlar orasida chalkashlik boshlanadi. Kimdir bank kartasini tekshiradi, kimdir mahallaga boradi, kimdir ijtimoiy tarmoqlarda savol beradi. Lekin aniq javob topolmaydi. Oldin tizim ko'proq qo'lda yuritilar edi. Mahalla daftarlar, ro'yxatlar, oilaviy holat, daromad, nogironlik, bola soni, bandlik holati kabi ma'lumotlarga qarab xulosa berardi. Hozir esa ko'p narsa raqamlashtirilyapti. Ya'ni fuqaroning daromadi, ish joyi, pensiyasi, nafaqasi, mulki, avtomobili, oila tarkibi, bolalari, ro'yxatdan o'tgan manzili kabi ma'lumotlar turli bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, yordam haqiqatda ehtiyojmand odamga borishi kerak. Lekin murakkab tomoni ham bor. Bazada xatolik bo'lsa, eski ma'lumot turgan bo'lsa yoki fuqaro o'z holatini vaqtida yangilamagan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Hozirgi o'zgarishning eng katta mazmuni shuki, endi men yordamga muhtojman deyishning o'zi yetarli emas. Tizim sizning haqiqiy holatingizni ko'rishi kerak. Masalan, oilada ish bilan band bo'lmagan odamlar bor. Bolalar ko'p, daromad kam, nogironligi bor, azob bor, ijara uyda yashaydi, davolanish xarajatlari bor. Shularning hammasi hisobga olinadi. Ammo aksincha oilada rasmiy daromad yuqori bo'lsa, bir nechta avtomobil bo'lsa, qimmat mulklar bo'lsa yoki daromad yashirilgan bo'lsa, yordam chiqmasligi mumkin. Asosiy qism 1. 20 million, 5 million va 300 ming so'm nimani anglatishi mumkin? Endi eng ko'p so'ralayotgan raqamlarga kelaman. 20 million so'm, 6 million so'm va 300 ming so'm deganda hamma bir xil to'lovni tushunmasligi kerak. Bu juda muhim. Chunki ayrim to'lovlar bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ayrimlari kompensatsiya, ayrimlari bolalar yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq oylik yordam. Ayrimlari esa muayyan toifa uchun ajratiladigan qo'llab-quvvatlash mablag'i bo'lishi mumkin. Masalan, 20 million so'm miqdoridagi to'lov ayrim holatlarda bir martalik moddiy yordam sifatida tushunilishi mumkin. Bu yordam odatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalarga daromadi vaqtincha kamaygan, kasallik, davolanish, boquvchisini yo'qotish yoki boshqa favqulodda holatlar sabab moliyaviy qiynalayotgan fuqarolarga berilishi mumkin. Lekin bu hamma fuqaroga avtomatik 20 million beriladi degani emas. Har bir hududda, har bir dasturda, har bir yo'nalishda shartlar bo'ladi. 6 million so'm esa nisbatan yirikroq to'lov. Bunday miqdordagi mablag' ko'pincha maqsadli yordam, ijtimoiy ko'mak, bandlikka ko'maklashish, kasb-hunar o'rganish, o'zini o'zi band qilish, subsidiya yoki ayrim ehtiyojmand toifalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir tikuv mashinasi olib ishlamoqchi, kimdir kichik asbob-uskuna olib daromad topmoqchi, kimdir oilaviy sharoitini tiklash uchun maqsadli yordamga muhtoj. Bunday holatda mablag' shunchaki qo'lga berilmasligi ham mumkin. Ba'zan mahsulot, xizmat, uskuna yoki to'lovni qoplash shaklida ajratiladi. Shuning uchun 6 million tushadi degan gapni eshitgan odam avvalo bu qaysi dastur bo'yicha kimlarga, qanday shart bilan, naqdmi yoki maqsadlimi deb so'rash kerak. 300 ming so'mlik to'lov esa ko'pincha kichik kompensatsiya, oylik yordamning bir qismi, qo'shimcha ko'mak yoki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun belgilangan qo'llab-quvvatlov bo'lishi mumkin. Bu summa ko'pchilikka nisbatan kichik ko'rinsa ham, pensioner, nogironligi bor inson, yolg'iz ona, ishsiz fuqaro yoki ko'p bolali oila uchun juda muhim. Masalan, 300 ming so'm bilan bir oylik dori-darmonning bir qismini olish, bolaga daftar kitob qilish
kommunal to'lovning bir qismini yopish yoki oziq-ovqat xarajatini kamaytirish mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yordamga muhtoj bo'lib turib, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Masalan, oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan, bola tug'ilgan, lekin ma'lumot bazaga tushmagan, ajrim bo'lgan, lekin hujjat yangilanmagan, fuqaro boshqa manzilda yashaydi, lekin propiskasi boshqa joyda. Mana shunday holatlarda odam haqli bo'lsa ham tizim uni noto'g'ri baholashi mumkin. Ikkinchi toifa daromadi rasmiy ko'rinmaydigan, lekin real hayotda daromadsiz qolgan odamlar. Masalan, odam oldin ishda ishlagan, keyin ishdan chiqqan, lekin bazada u hali bandek turibdi. Yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan, lekin faoliyat yuritmayapti, ammo tizimda tadbirkor sifatida ko'rinadi. Bunday holatda ijtimoiy yordam rad bo'lishi mumkin. Chunki tizim bu odamning daromad manbai bor deb hisoblaydi. Uchinchi toifa bank kartasi, telefon raqami, pasport ma'lumotlari yoki familiya o'zgarganlar. Masalan, ayol turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki ID karta olingan, lekin ayrim joylarda eski pasport seriyasi yuribdi. Shunda to'lov tayinlangan bo'lsa ham pul tushishi kechikishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank karta faol bo'lsa, siz haqiqatan belgilangan toifaga kirsangiz va arizangiz qabul qilingan bo'lsa, har kuni vahima qilish shart emas. To'lovlar ko'pincha bir kunda hammaning kartasiga tushmaydi. Hududma-hudud, ro'yxatma-ro'yxat, bosqichma-bosqich tushishi mumkin. Kimdir bugun oladi, kimdir 3 kundan keyin, kimdir keyingi haftada. Bu har doim ham rad etildi degani emas. Real hayotdan misol keltiraman. Bir oilada ishsiz, ayol uyda bola parvarishida 2 nafar maktab yoshidagi bola bor. Oila ijarada yashaydi. Agar ularning daromadi pastligi, ijara holati, bolalar soni, bandlik holati to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ular ijtimoiy yordam olish bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin oldin ishlagan korxonada rasman bo'shatilmagan bo'lsa, tizim uni hali ishli deb ko'rishi mumkin. Natijada oila bizga bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatda bo'ladi. Yana bir misol, yolg'iz ona 3 nafar farzand tarbiyalayapti. Aliment olmaydi, rasmiy daromadi yo'q. U yordamga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bolalarning otasi bilan ajrim hujjati yoki aliment masalasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tizim oilani noto'g'ri baholashi ehtimoli bor. Shuning uchun men doim aytaman, ijtimoiy yordam faqat muhtojman degan gap bilan emas, hujjat bilan isbotlanadi. Uchinchi misol, pensioner onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi kam, dori-darmonga xarajat katta. U 300 ming so'mlik qo'shimcha yordam yoki kompensatsiya haqida eshitadi. Lekin u qaysi toifaga kirishini bilmaydi. Bunday holatda onaxonning o'zi yurib qiynalmasligi uchun farzandi yoki yaqin qarindoshi mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli idoradan aniq ma'lumot olishi kerak. Chunki ayrim yordamlar avtomatik chiqadi. Ayrimlari uchun ariza kerak bo'ladi. Endi eng ko'p xatolarga to'xtalaman. Birinchi xato, odamlar ijtimoiy tarmoqdagi bitta xabarni ko'rib, demak hammaga pul berilar ekan deb o'ylaydi. Aslida har bir to'lovning o'z toifasi, o'z muddati, o'z manbasi va o'z sharti bo'ladi. Masalan, bir hududda berilgan yordam boshqa hududda aynan shu shaklda bo'lmasligi mumkin. Yoki bir guruh fuqaroga ajratilgan pul boshqa guruhga tegishli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi xato qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan tushuncha. Qo'shningiz bilan sizning tashqi holatingiz bir xil ko'rinishi mumkin, lekin tizim ichida farq katta bo'ladi. Qo'shningizning oilasida nogironligi bor bola bo'lishi mumkin. Daromadi kamroq bo'lishi mumkin yoki u avvaldan ro'yxatga kiritilgan bo'lishi mumkin. Sizda esa rasmiy daromad, mulk yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirishdan oldin o'z holatingizni tekshiring. Uchinchi xato, bank kartani tekshirmaslik. Ba'zan yordam tayinlanadi, lekin karta muddati tugagan bo'ladi yoki karta bloklangan bo'ladi. Yoki fuqaro boshqa bank kartasini ishlatayotgan bo'ladi. Tizimda esa eski karta turadi. Shunda odam pul tushmadi deydi. Aslida to'lov qaytgan yoki ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman, yordam kutayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz faolmi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Karta egasi aynan sizmi? Shuni tekshirib qo'ying. To'rtinchi nozik jihat ayrim to'lovlar qarzdorlikka ushlanishi mumkinmi degan savol. Bu yerda to'lov turiga qaraladi. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar himoyalangan bo'lishi mumkin. Ya'ni ularni qarzdorlik uchun ushlab qolish tartibi cheklangan bo'ladi. Lekin ayrim tushumlar bo'yicha bank yoki ijro hujjatlari ta'sir qilishi ehtimoli bor. Agar sizning kartangizda aliment, kredit, ijro varaqasi
jarima yoki boshqa qarzdorlik bo'yicha cheklov bo'lsa, oldindan bankdan va majburiy ijro byurosidan aniqlashtiring. Chunki odam pul kutadi, pul tushadi, lekin karta blokda bo'lsa, undan foydalana olmay qoladi. 5-masala, keyingilari qachon degan savol. Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. To'lovlarning keyingi sanasi doim bir xil bo'lmaydi. Agar bu oylik nafaqa bo'lsa, odatda oyma-oy belgilangan grafik asosida tushadi. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, mablag' ajratilishi, ro'yxat tasdiqlanishi va texnik jarayonlardan keyin to'lanadi. Agar bu subsidiya yoki maqsadli ko'mak bo'lsa, arza ko'rib chiqilib, ijobiy xulosa berilgandan keyin amalga oshiriladi. Shuning uchun aniq falon kun hammaga tushadi degan gapga ishonishda ehtiyot bo'ling. Eng to'g'ri yo'l. O'z arizangiz holatini tekshiring. Hududingizdagi mas'ul idoradan rasmiy javob oling. Yana bir muhim nuansa, ariza topshirish bilan pul olish bir xil narsa emas. Ariza topshirdingiz degani sizga albatta pul beriladi degani emas. Ariza qabul qilinadi, ma'lumotlar tekshiriladi, mezonlarga solishtiriladi, ehtiyoj darajasi baholanadi, keyin qaror chiqariladi. Qaror ijobiy bo'lsa, to'lov bosqichi boshlanadi. Agar rad bo'lsa, rad etish sababi bo'lishi kerak. Men har doim fuqarolarga aytaman. Rad javobi oldingizmi? Bo'ldi. Menga bermas ekan deb ketmang. Sababini yozma yoki rasmiy tarzda so'rang. Balki birgina ma'lumotni to'g'rilasangiz, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Birinchi qadam. O'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz kam ta'minlangan oilamisiz? Ko'p bolali oilamisiz? Nogironligi bor shaxs yoki nogironligi bor bolani parvarish qilayotgan ota-onamisiz? Ishsizmisiz? Yolg'iz onamisiz? Pensionermisiz? Boquvchisini yo'qotgan oilamisiz? Vaqtincha og'ir vaziyatga tushganmisiz? Toifa aniq bo'lmasa, siz qaysi yordamga murojaat qilishni ham bilmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Sizga odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa shu hujjat, daromad yoki ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot. Bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot ham foydali bo'ladi. Agar davolanish xarajatlari sabab yordam so'rayotgan bo'lsangiz, shifokor xulosasi, retseptlar, to'lov cheklari, tibbiy hujjatlarni yig'ing. 3-qadam, mahallaga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga boring. Hozir ko'plab masalalar ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'rib chiqiladi. Siz borganingizda shunchaki menga pul kerak demang. Aniq ayting. Men oilamning ijtimoiy holatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Qaysi yordam turlariga haqli ekanimni aniqlab bering. Ariza topshirish tartibini tushuntiring. Agar rad etilsa, rad sababi yozma ko'rsatilishini so'rayman. Mana shunday murojaat ancha to'g'ri bo'ladi. 4-qadam, arizani yozishda holatingizni aniq bayon qiling. Masalan, oilamizda 5 kishi yashaydi. 3 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Turmush o'rtog'im hozir ishsiz. Men bola parvarishidaman. Doimiy daromadimiz yo'q. Ijarada yashaymiz. Kommunal va oziq-ovqat xarajatlarini qoplashda qiynalyapmiz. Agar kasallik bo'lsa, oilamiz a'zosi davolanishga muhtoj. Dori xarajatlari oyiga falon so'mni tashkil qiladi. Raqamlar bilan yozsangiz murojaat jiddiyroq ko'rinadi. 5-qadam, arizangiz raqamini yoki qabul qilingan sanasini yozib oling. Ko'pchilik shu joyda xato qiladi. Ariza topshiradi, lekin qachon topshirganini, kim qabul qilganini, qaysi raqam bilan ro'yxatga olinganini bilmaydi. Keyin bir oy o'tib so'rasa, hech narsa topa olmaydi. Har bir murojaat bo'yicha iz qo'lishi kerak. Agar elektron topshirsangiz, skrinshot qiling. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamagan bo'lsin, SMS xabar yo'qilgan bo'lsin, karta sizning nomingizda bo'lsin. Agar ijtimoiy to'lov uchun alohida karta ochish kerak bo'lsa, bankdan to'g'ri rekvizit oling. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va tegishli tizimlarda yangilang. 7-qadam, rad javobi bo'l sababini o'rganing. Masalan, daromad yuqori deyilgan bo'lsa, qaysi daromad hisoblanganini so'rang. Oila tarkibi mos emas deyilgan bo'lsa, qaysi ma'lumot noto'g'ri ekanini aniqlang. Avtomobil bor deyilgan bo'lsa, u avtomobil hali sizning nomingizdami yoki allaqachon sotilganmi? Shuni tekshiring. Ba'zan sotilgan mashina hujjatda o'z vaqtida o'tkazilmagan bo'ladi va fuqaroning nomida turaveradi. Tizim esa uni mulkdor deb hisoblaydi. Keyingi to'lovlarni kutayotganlar uchun alohida aytaman. Har kuni vahima qilib turli kanal va guruhlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang.
Rasmiy manbalarga qarang, mahallangizdan so'rang, ijtimoiy xizmatlar markazi bilan bog'laning, bank hisobingizni tekshiring. Agar kimdir men qilib beraman, pulingni chiqarib beraman, oldindan pul ber desa, juda ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy to'lovlar uchun pora, oldindan xizmat haqi ro'yxatga kiritib qo'yaman degan gaplar ko'pincha firibgarlik belgisi bo'ladi. Haqli bo'lsangiz, tartib bo'yicha murojaat qilasiz. Haqli bo'lmasangiz, kimdir va'da bersa ham bu qonuniy bo'lmaydi. Bugun men 2 million, 6 million va 300 ming so'mlik to'lovlar atrofidagi eng muhim masalalarni tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, bu pullar hammaga bir xil tartibda tushadigan umumiy to'lov deb tushunilmasligi kerak. Har bir to'lovning o'z toifasi, sharti, muddati va tekshiruv tartibi bor. Kimdir avtomatik bo'lishi mumkin, kimdir ariza topshirishi kerak, kimdir hujjatini to'g'rilashi kerak, kimdir esa umuman bu dasturga kirmasligi mumkin. Mening sizga eng muhim maslahatim, hujjatlaringizni tartibga keltiring, oila va daromad ma'lumotlaringizni tekshiring. Bank kartangiz faol ekaniga ishonch hosil qiling. Ariza topshirsangiz raqamini saqlang. Rad javobi bo'lsa sababini albatta biling. Keyingi to'lovlar bo'yicha esa faqat rasmiy va ishonchli manbalarga tayaning. Siz qaysi to'lovni kutyapsiz? 2 millionmi, 6 millionmi yoki 300 ming so'mmi? Sizga tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi efirlarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir o'z haqqini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.